U deyman, bu deyman, Qirg'izistonda yashayman. To'g'ri, juda ham ulkan emas, juda ham katta emas. Lekin qizlari odobli, bolalari bir so'zda turadi. Tog'lari juda ham chiroyli, suvlari tabiiy, atmosfera prosta bomba. Men Qirg'izistonda tug'ildim. Mana salkam 20 ga qarab ketyapti. 20 yoshga to'laman. Shu yoshgacha men bu Qirg'izistonda ko'p narsani ko'rdim. Ko'p joylarga bordim. Faqat yaxshilik ko'rdim insonlardan. Inshaalloh o'zimga bir va'dani berdim. Bir kun vatanim uchun men ham bir narsaga erishaman. Vatanimni, bayrog'ini ko'klarga ko'taraman degan umiddaman. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytgancha qayerlisan demoqchimisiz? Men Qirg'izistondanman.